Bugungi kunda Allohning marhamatlari sizni bizning tepamizda juda ham ko'p. Bu ibodatni emin-erkin qilishimiz uchun Xudo tabaraka va taolo bizning yurtimizni go'zal, bizni yurtimizni nihoyatda bir rahmatiga muyassar qilgan, o'zini butun beradigan yaxshiliklarni, to'kin sochinlarini bergan yurt inshaalloh bizning yurtimiz. Mana shu yangi O'zbekistonimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan islohotlar aynan mana shu insonning qadrini ko'tarishlik, insonni ulug'lashlik, bir ezgu ishlarni amalga oshirishlik, ezgu ishni ortida yaxshilik qilib turib bir insonning ko'nglini ko'tarishlik, uni holidan xabar olib turib savobimizni ikki hissa qilib olishlik imkoniyati albatta boshqa joyda ham bordir, lekin bizning yurtimizda o'zgacha. Qaror bilan qurbonlik Eidini qurbon o'qishlik uchun qaror bilan qanchadan qancha mutasaddilarni bog'lab, ular bizning ibodatimizni mukammal qilishimiz uchun qaror chiqarilib, ibodatni mu'min musulmonlar emin-erkin bajarsin deb turib sharoitni yaratishligi bir o'zga bir boshqa bir Allohning marhamati. Endi mana shu marhamatni ortdan biz qurbonlik qilib turib, ana shu qurbonliklarimizni o'z o'rniga tarqatishlik uchun yetim yesirlarga, kambag'al va beva bechoralarga tarqatadigan bo'lsak, ularning ko'nglida biz muhabbat paydo qilamiz. Bir kishiga bir narsa bersangiz nima deydi? Albatta rahmat aytadi-da. Nimaga berding demaydi. Rahmat, baraka toping deydi. Ana shu baraka toping degan narsani qalban, tildan chiqishligi inshaalloh ana shu yerga Allohning rahmati, barakotini yog'ilishligini aynan o'zi. Ilohim yurtimizda qilingan qurbonliklarni Alloh o'zi qabul aylasin. Yurtimizda olib borayotgan siyosatimizni Alloh bundan-da go'zal, bundan-da xalqimiz uchun manfaatli qilsin. Qurbonlik bayrami insonlarning ko'nglida ko'tarinki kayfiyat. Hammasi bir-biri bilan xursandchilik bilan, tabassum bilan so'rashgan, bir-birini Eid bilan tabriklagan, bir-biriga yaxshiliklarni so'ragan mana shu bugunlik kun. Bu kunni Xudo tabaraka va taolo shukuhini yil bo'yi yurtimizda aylanib yurishini Alloh o'zi nasib aylasin. Bu albatta buni ortida ma'naviy bir mazmun yotibdiki, bir-birimizga qilgan mehr oqibatimiz bilan bir-birimizga do'stlik paydo bo'ladi. Ulfatlik paydo bo'ladi. Qurbonlik qilgan boy odam bir kambag'al beva bechoraga, bir yetimga bersa, haligi odam taom yerkan yoki bir boshqa bir narsasini ishlatar ekan, albatta birinchi navbatda o'sha odamning haqqiga duo qiladi-da. Ey Alloh, mana shu qurbonlik qilganni o'zing qurbonligini qabul qilgin deydi. O'zing mana shu odamga yaxshiliklarni bergin deydi. Bundan boshqa yana qanday fazil bor? Qurbonlik orqali insonlar bir-birlari bilan yaqinlashadi. Qalblar musaffo bo'ladi. Jamiyatda bag'rikenglik va hamjihatlik tuyg'usi yaqqol namoyon bo'ladi.